Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan ITvanuz. Bugun Xudo xolasa ITvan.uz'ni yangi saytini birga ko'rib chiqamiz. Va hozir IT tez o'zgaryapti. Shunga men ham asosiy saytni o'zgartirishga qaror qildim. Ya'ni sayt biroz kreativroq hisoblanadi. Xuddi operatsion tizimga o'xshab ishlab chiqishga harakat qilaman. Hozir birga ko'rib chiqamiz. Birinchi mana bu saytimiz. Oldin mana shu bizning asosiy saytimiz bo'lgan. Mana bunday ko'rishingiz mumkin. Buni boshqa domenga olib qo'ydim. Ya'ni old domeniga. Va mana bu yerda yana bitta old domeni bor. Demak, bu ham ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlar deyarli bir xil, faqatgina dizayn jihatdan boshqacharoq. Darslar, xizmatlar, manzillar, aloqa, Telegram bot va bu yerda yana bitta yangilik. Mana bu YouTube, Telegram, bu yerda blog.itvan.uz va lessons.itvan.uz degan saytlarim bo'lardi. U subdomenlar va ularni hozir tugatdim va endi ishlamaydi. O'rniga boshqa foydaliroq sayt qilishga harakat qilaman. Endi mana bu asosiy saytimiz. F11 ni bosib kattaroq qilib olish mumkin. Bu yerda nima bor? ITvan OS o'rtada. Mana buni bossak YouTube, Telegram, GitHub manzilimiz ochiladi. Yoki bo'lmasa mana buni bosib sozlamalar o'chirish mumkin. Ya'ni dizayn jihatdan misol uchun fon rasmini o'zgartiramiz va mishkani o'ng tomonini bosib ham o'zgartirishimiz mumkin yoki o'chirishimiz mumkin. Mana bunday dizaynda o'chadi, bunday dizaynda yonadi. Nimalar bor? Bosh sahifada mana buni bosib YouTube'dagi manzilimizga o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari mana bu tab o'ynaydi, kattaroq bo'ladi va kichikroq bu yerga tushadi va yopiladi. Bizning darslar YouTube kanal. Bu ham xuddi shunday. Bizning xizmatlar bor. Mana bu bilan bir xil. Mana bu yerdagi xizmatlar bilan. Keyingisi bizning manzil. Demak, manzillarimiz. Keyingisi savollar, Telegram bot va Telegram kanal uchun manzil bor. Bu yerda kalkulyator bor, qiziqarliroq bo'lish uchun, hisoblash uchun. Va bu yerda korzinka, ma'lumot topilmadi deyapti. Keyingisi terminal. Bu ham qiziqarliroq qilish uchun help ni bossak buyruqlar ro'yxati chiqadi. Misol uchun date, sana, time yoki yo'q orqali salom chiqaramiz yoki bo'lmasam boshqa va exit orqali oynani yopishimiz mumkin. Bundan tashqari mana bu yerda else bor. Bu top yoki bo'lmasam h top, b topga o'xshagan dizayn bilan ishlab chiqilgan, qiziqarliroq qilish uchun albatta. Bu real ma'lumot emas. Buni ham yopamiz. Bu yerda old va old 2 ga link bor. Yangi tabdan ochadi. Blog haqida ma'lumot va lessons haqida ma'lumot. Ushbu loyiha arxivda xizmat faoliyati yakunlangan, ya'ni tugatilgan. Mana shu haqida ma'lumot beryapti. Bu yerda o'yinlar 2048 o'yini. Mana bunday o'ynashimiz mumkin. Hop, keyingisi Tetris. Mana shunday tarzda o'ynaladi. Keyingisi runner, demak sakrab o'tish. Bu sekin tezlashadi. Yoki bo'lmasam otuvchi o'yin. Bunday qilib shakllarni chiyib otishimiz mumkin. Xuddi mana bu yerdagi ma'lumotlar bu yerda ham chiqarish mumkin. Menimcha bularni aytdim va bularni aytdim. Eng oxirgisida mana bu yerda joriy vaqt va mana bu yerda qisqacha portfolio, o'zim haqida ma'lumot bor. Qisqacha ma'lumot va umumiy ma'lumotlar bu yerda ko'rishingiz mumkin. Menimcha sayt o'zimga yoqdi va qiziqarli deb o'ylayman. Albatta kirib, ko'rib, baho berishingiz mumkin. Bugungi shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.